Teleloyihamiz davom etarkan biz keyingi ishtirokchimiz bilan tanishib olamiz. Ismi sharifingiz? Safiya. Safiyaxon, ismi juda ham chiroyli. Kim qo'ygan? Nurjonim. Judayam yaxshi. Necha yoshdasiz? 9 yoshda. Qayerdan keldingiz? Andijon shahridan. Bugungi ko'rsatuvimizga nima tayyorlab keldingiz? Qo'shiq. Safiyaxon, ko'rsatuvimizdan o'tgan galgi sonida siz raqsga tushgan edingiz, shundaymi? Ha. Nega endi ko'rsatuvimizning bu soniga qo'shiq tayyorlab keldingiz? San'atga har xil turgan qiziqqanim bilan o'shaning uchun qo'shiq tayyorlab kelgansiz, shundaymi? Safiyaxon, siz turli bolalar ko'rsatuviga ham qatnashasiz, ya'ni boshlovchilik sohasida ham ishtirok etasiz, shundaymi? Ha. San'atga qiziqasizmi? Ha. Judayam yaxshi. Bugun ko'rsatuvimizga tayyorlab kelgan qo'shig'ingiz nomi nima? Otam haqida. Nega aynan ota mavzusini tanladingiz? Chunki otajonim tufayli mana shu sahnalarga chiqib turibman. Shuning uchun otam mavzusini tanlab shunaqa qo'shiq yaratib keldingiz, shundaymi? Ha. Yaxshi, sizga omadlar tilab qolamiz. Safiyaxon, siz san'atni har xil turi bilan shug'ullanar ekansiz. Albatta bizni sizdan umidimiz judayam katta. Hozir esa sahnamiz markaziga Safiyani taklif etamiz. Marhamat.